So'nggi yillarda yoshlar hayotida raqamli qurilmalardan foydalanish keskin ortdi. Bu holat ota-onalar uchun muayyan qulaylik yaratsa-da, bola rivojiga ta'siri borasida jiddiy savollarni ham kun tartibiga olib chiqmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, erta yoshda jonli muloqot va faol o'yinlar bola kamoloti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Buning aksi bo'lsa, ya'ni ekran qarshisida uzoq vaqt o'tirish nutq rivoji va ijtimoiy ko'nikmalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugun ushbu muammo ko'plab ota-onalarni o'ylantirayotgan dolzarb mavzulardan biridir. Farzand tarbiyasida muvozanatni saqlash, sog'lom va barqaror muhitni shakllantirish uchun nimalarga e'tibor qaratish lozim? Hozir shu haqida. Dunyo bo'ylab o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra 6 yoshgacha bo'lgan bolalarning taxminan 5-10% da til chiqishi bilan bog'liq bo'lgan bir qator muammolar mavjud. Sabablar tahliliga to'xtalganimizda esa eng yuqori ko'rsatkich bilan muntazam ravishda telefon va gadjetlardan foydalanish o'rin olgan. Ayrim ota-onalarning shunchaki farzandini tinch o'tirishi uchun tanlagan yo'li vaqtlar o'tib o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Odatda faqat bir tomonlama axborot beradi telefon va bola uni eshitadi, ko'radi, lekin javob berishga majbur bo'lmaydi. Shu sababli bolalarda so'z boyligi kichkinaligi yoki nutq kechikishi kuzatilmoqda. O'zi 2 yoshgacha ekranni to'liq voz kechish tavsiya etiladi, chunki aynan shu vaqtda asosiy neyron bog'lanishlar shakllanadi. So'nggi neyrobiologik izlanishlar muammoning ildizi miyadagi dopamin tuzog'ida ekanligini ko'rsatdi. Smartfon ekrani go'dak miyasini uzluksiz zavq gormoni, ya'ni dopamin bilan ta'minlaydi. Sekundiga o'zgaruvchi yorqin kadrlar va baland tovushlar fonida real hayotdagi sekin va sokin muloqot bola uchun juda ham zerikarli jarayonga aylanib qoladi. U atrofdagilar bilan ko'z urishtirmaydi, ismiga javob bermaydi va o'zining raqamli qobig'iga kirib oladi. Aslida sog'lom bolalar necha yoshdan gapira olishlari kerak? 1,5 yoshda уже 5 tadan 10 tagacha so'zi bo'lishi kerak. 1 yoshgacha уже 9 oyligida bola tovushlar chiqarishni boshlaydi. Agar bu kabi tovushlar yo'q bo'lsa, pediatrga ko'rinish tavsiya etiladi. Ular bola to'liq rivojlanishini ko'rib chiqib, nevrologga ko'rinish kerakmi yoki boshqa mutaxassislarga ko'rinish kerakmi yo'qligini aytib chiqadi. AQSh Milliy sog'liqni saqlash institutining 10 mingdan ortiq bolalar ishtirokida o'tkazgan uzoq yillik tadqiqoti yana bir faktni yuzaga chiqardi. Kuniga 7 soat va undan ortiq vaqtini elektron qurilmalar qarshisida o'tkazgan bolalarning MRT natijalari shuni ko'rsatdiki, ularda miya po'stlog'i muddatidan oldin yupqalashib ketgan. Bu esa miyaning bevosita fikrlash, qaror qabul qilish va nutqni qayta ishlashga mas'ul bo'lgan eng muhim qismidir. Ya'ni gadjetlar miya arxitekturasini jismonan o'zgartirmoqda. Ushbu muammolarga duch kelmaslik uchun bolalar uy sharoitida nimalar qilishlari kerak? Nafas mashqlarini qilishlari mumkin. Oddiy shag'amlarni puflash yoki sovunli pufakchalarni puflashlari mumkin. Kitoblar o'qishi mumkin. Har xil hikoyalar, tovushlarni, mashina tovushlarini, hayvonlar tovushlarini yodlab, o'zligi uyda shug'ullanishlari mumkin. Gadjetlardan butunlay voz kechish imkonsiz, ammo yosh avlodning qobiliyatlari va jamiyatga moslashuvi bevosita kattalarning mas'uliyatiga bog'liq. Farzand bilan o'ynash, uni tinglash va unga ertak o'qib berish hech bir sun'iy intellekt yoki zamonaviy smartfon bajara olmaydigan vazifalardir. Bu kun Ruxshona Habibullayeva, Shahzoda Abdullayev, Murodjon To'ramurodov, Toshkent.